Bilaman, hozir qo'yayotgan mototsiklimiz sizga yuragingizdan chiziladi. Ayniqsa narxini eshitib, babsh hayron qoladi. 400 kuba turali. Bor yo'q 350 km harakatlangan. Injektor motor, ABS sistema. Yana ko'pchilik so'raysizlar, mendan tim qorasi, skromligini berib Abbakir deysizlar. Mana bitta shunaqasini olib kelib qo'ydim. Va $2700 ga haddan ham topasiz, akam. Kela bayk zo'r turibdi, chiroyli. Yetmaganiga tim qora ortchinakli ekanlar yo'q. Shaxsan o'zlari 3000 dan ziyodga xarid qilgan ekanlar. Men sizlarga talash tortishib 2700 ga kelishib qo'ydim, xudo xolisa. Nima uchun bunaqa narx beryaptilar? Hali yangi ekan, ko'p ham yurmabdilar deyapsizlarmi? Akalar inshaalloh to'y boshlab qo'yibdilar. Shunga balanslarga ozgina to'g'ri kelmayotgan ekan. Baykka srochni berib yuboraman deyaptilar. Tirikchilikka mo'ljallab yurgan birodarlar uchun babshi zo'r narx. Oluvchini o'zi esa foydalanib olsa bo'ladigan joyi. 2024 ishlab chiqarilgan masla paket okalar. ABS tizimlariga ega, переверчный vilkalarda, duga защита slayderlari bor. Injektor tizimi bilan harakatlanadigan apparatimiz. Gulishtirlari talabga javob beradigan, ya'ni standartdan o'tadigan. Pad nomerlar uchun alohida beyodan tashab o'tilgan, xudo xolisa, juda ham chiroyli turadi orqalaridan. Inshaalloh baykimiz bor yo'g'i 353 harakatlangan okalar. Chiroyli rul tizimlarida yurishidan, harakatlanishidan umuman muammo yo'q. Bu apparatimiz okalar bor yo'g'i 100 km ga 4-5 litr sarf xarajat qiladi. $2700 so'raymiz, pastki raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Xudo xolisa yaxshi niyat qilib olib haydasa baraka topadigan motor. Bitta kamchiligi bor. Sotib olganimda ham shunaqa edi keladilar. Mana shu joyi перевозкада ozgina ishga yetib qolgan ekan. Bunaqa katta emas okalar. Bitta shu minusni hisobga olmasak, juda ham zo'r bayk. Narxini 2700 deb kelishib qo'ydik akalar. Yoqqanmasa sizlardan like qilib qolamiz. Kuninglar xayrli bo'lsin, sog' salomat bo'ling.